akalar mana buni qaranglar, mana 9 ta odamni osiltirib qo'ydik bitta ferma, ya'ni 900 kilo bu yuk ko'taradimi deganlar uchun videoda o'tkazmasdan ko'rib turasizlar. Realni sizlarga mana bitta fermani o'zida stokalar hech nimasi yo'q, 100% garantiya berishadi. Videoda o'tkazmasdan ko'rib turasizlar. Hamma yo'lni to'liq tushuntirib o'tamiz. Mana ustakamiz o'zi ham endi. Ustaka mana 9 kishini endi haligini osiltirdik. Endi bu yoqqa tepaga chiqib olishdi. Ya'ni endi bu o'zi asli necha kilo yuk ko'taradi bu? Xudo xolasa bir 2 tondan sinaganmiz o'zi asli pastda. Obunachilaringizga aka to'g'risi realni chiqsin deb tepada sinayapmiz. Bemalol. Odam bo'lmadi aka, odam muammo bo'ldi. Shuning uchun o'zi 20 kishini qo'yamiz deyapti o'zi. 20 kishini chiqaramiz dedik. Obunachilaringizga ko'rsatib. Ya'ni 100 kilo odam bo'lsa ham hozir o'zi 1 tonna pastda turibdi endi ag'vag'i. Xudo xolasa. Endi keyin yana bitta narsa, mana realni ko'rsatib o'tamiz. Ana orqasi hech kim ushlab turgani yo'q va ana yer yana pastlik. Yana atdan ijtimoiy stoka yo'q, mana realni tom yopilgan holatda. Xo'p, endi uyda egalari yo'qsa ferma yo maktab nimalardir qurmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, sizlarga birinchi navbatda nima qilish kerak bo'ladi? Bizga kelishilgan summani vaqtida berish kerak. Birinchi navbatda. Tezroq bitishligi uchun aytilgan muddatda keyin yotoq joy, pitaniya beradi. Elektr bo'ldi, boshqa qiyinchilik nimasi. Necha kunda bitadi mashina, necha kun, necha metr? 70 ga 16 joy bu. Eni 16. Eni 16, 70 uzunligi metr uzunligi. Shu 20 metr shu vaqt ketadi-da, buni tunukasidan yopish. 20 kun. 20 kun vaqt ketadi. Tunukasidan yopish vaqti bor-da. Ichida bo'ladimi bunisi ham? Tunikasini olib beradi, qotirib beramiz aka. Tunikani o'rniga shipper, boshqa narsa qilaman desa-chi? Olib bersa qotiraveramiz. Farqi yo'q. Tushaveradi. Bizni materiallarimiz qanaqa list qo'yib yopaman desa, xohlasin sendvich qo'ysin, xohlasin shifr yopsin. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Xohlasin tunika yopsin. Xo'p, endi qarang, bunda siz aytyapsizki, 50% dan qilib ham bersa bo'ladi, xohlasa birdaniga bersin deyapsiz. Xo'p, bu degani uyda egasi boshqa hech nima qilmaydi, faqat yer ichishi, yotag'ini qilib bersa bo'ldi. Uzoq joy bo'lib qolsa, mabodo. Xo'p, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, yana qayerlargacha qilasiz? Hamma yoqqa qilaverasiz, pulni kelsa bo'ldimi? Ha, albatta pulni kelishsak, ferma, ya'ni masjid, yana nimalar qursa bo'ladi? Ustaxonalar, sexlar, ishlab chiqarishlar, yana nima? Xullas, nimaiki temir sohasi bo'lsa, temir sohasi bo'yicha aka qanaqadir bino bo'lsa, yopsa bo'ladi bu materialdan. Immun nima shu konteyner mahsulotlaridan. Konteyner mahsulotlaridan. Bunga o'zi 20 yil garantiya beriladi. O'zi 20 yildan ham oshib, Xudo xolasa 20 yildan ham oshib. Necha yildan beri shu sohadasiz? Aka men 19 yildan beri shu sohadaman. Shu svarka sohasida 19 yildan beri ishlayman. Juda ko'p joyga qilib bergan. Juda ko'p joyga qilganmiz. Xudo xolasa xizmat ko'rsatyapti. Bundan buyog'i ham o'sha eski ishlaydigan rasmlari bo'lsa, takazati bilan tashlab bersa, tashlab berasizmi? Yo bo'lsa o'sha joylarning egalari, misol kimdir Toshkentdan chiqadi, men Toshkentdan bitta o'zim realni qilgan joyini ko'rmoqchiman, o'sha yerda lokatsiyasini tashlab berasiz, borib ko'rib oladi. Misol misol Samarqand, Vohalardan, qatlardan qilgansiz, men o'zim ko'zim bilan ko'raysa, tashlab berasiz lokatsiyasini, borib ko'rib oladi. Bemalol ishonchni hosil qilib oladi. Xo'p, yana nima savol bor? Eng ko'p savol. Ko'p savol. O'z sizga. Eng ko'p savol mana shu kilosiga so'rashadi, nimasiga so'rashadi? Eng ko'p savol aka buni xizmati shu ko'taradimi degan savol. Mana realnisi. Shu qiynaydi, shu qildiradigan. Shu aka-ukalarimiz eng ko'p savol mana shu. Eng ko'p savol tushadigan savol shu qilib qo'ysak ko'taradimi, xizmatini qiladimi degan savol tushadi. Xudo xolasa hali biror joyda bir parod bo'lgan joyi yo'q. Qilgan ishimiz ontarilib ketmadi, yiqilib ketmadi. Endi ochiqcha aytaverdim, endi parod bo'lgan joyi yo'q, to'g'rimi? Bunaqa parod bo'lgan joyi yo'q. Akalarimiz mana oxirigacha turishdi. Yana buni ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. Undan keyin videomizni to'xtatamiz. Mana qaranglar. Nimaga oxiriga immunga kelyapman? Ya'ni bu tarafda ham hech nima ushlab turgan yo'q. Sizlarga realni dokazati bilan ko'rsatib o'tyapman. Akalar, shunchalik qiynalib video qilganimiz uchun qadrlagan holatda hech bo'lmaganda bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmas. Iltimos akalar, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Malades akalar, yo bo'lsa shunaqa niyat qilganman, ferma qurmoqchi edim, 50 ta, 100 ta qo'y mol boqmoqchi edim akalar deb nima qilib qo'ydi. Yo bo'lsa masjidga tom qurdirmoqchi edim, ehson qilmoqchi edim. Kommentariy qilib niyatlarni yozib ketinglar akalar. Mana sizlarga realnisini ko'rsatib o'tdik, realnisini videosini ham qo'yib o'tdik. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Narxlari 150 mingdan 350 minggacha turiga qarab, metriga, eni, kvadrat, xullas ketaveradi. Tushuntirib berasiz 100% tushunmaganlar uchun. Tushuntirib berasiz. Mabodo boshqa savollar bo'lsa, savolga javob berasiz. Javob beramiz aka. Gap yo'q. Akalar, shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.